Hammaga assalomu alaykum. O'rtoqlar, oq qayroq balig'iga, ya'ni jerix balig'iga strimler yasayapman. Hozir bu strimlerni yasab ko'rsatib beraman. Juda yaxshi xo'rak. Agar o'zingizlar o'rganib olsanglar, yasasanglar, rosa mazza qilib ushlaysizlar. Chunki sinalgan vaqt mobaynida yaxshi ishlaydigan xo'raklardan bittasi. Demak, mana ipimizni boylab oldik ilmog'imizga. Endi bunga tanasini shakllantirish uchun mana shunaqa kulrang lyuriksdan foydalangan holda o'rab chiqamiz, toki ilmoni qayilgan joyigacha. Xo'p. Juda ham soz. Endi buni aylanma harakatlar bilan sun'iy xo'ragimiz tanasini shakllantirib olamiz. Balonning tanasini bilasizlar, mana shunaqa yaltiroq kumush rang, kulrang, oqish rang bo'ladi. O'shani jerixni yaxshi ko'radigan baliqchilar bor, selyotkachalar. Lekin jerixni bilasizlar, ranglarni yaxshi ko'radi, zo'r tushadi rangli, yorqin rangli xo'raklarga. Va alaykum ke. Murodjon keldi, Murodjon. Ham katta bo'lib qoldi, ancha qarashib yonimga kirib qoldi. Xudo xolasa video olishlarni ham o'rgatyapmiz. Video olib chiroyli nimalar olsa, ularni ham qo'yamiz YouTube'larga. Hop. Bizning operatorda. Endi tanasini hajm berishimiz kerak. Tanasini hozir hajmini ko'paytirish uchun oq mashinaga mo'ynidan foydalanamiz. Ichkina soqoli deydi-yu. Ichkilar ham qochib yuribdi. Hammasini soqolini kesib olganman mahallada ichkilar. Albatta bu hazil. Echkim soqolidan ko'ra hozir mana shu sun'iy mo'ynalar yaxshi ish beryapti. Tajribadan o'tgan. Echkining terisi, mo'ynasi baribir organika bo'lgani uchun suv teganda chiriydi, boshqa bo'ladi. Bu sun'iy mana mo'ynalar oftobga ham, sho'r suvga ham ham sovuqqa ham chidamli bo'lgani uchun, yaxshi natija berayotgani uchun shundan foydalanyapmiz anchadan beri. Rossiyada ham ko'p tanishlar bor, o'shalar bilan ham tajriba almashtirib gaplashib turaman. Shular ham o'rgatadi, qanaqa materiallardan foydalanish kerakligini. Endi yengillik chiqqanda ishlatib ko'rishadi, shundan ishlatib ko'rgin zo'r ekan deyishadi. O'sha endi bizga ozgina mana shu kumush rang lyuriksdan kerak bo'ladi. Kesib olamiz. Kerakli miqdorini. Va buni ilmog'imizga qotiramiz. Shunaqa yoyibroq qotirish kerak. Iloji bo'lsa, bu yog'iga ham bir xil tarqalib tursin. Mana endi yana bitta ipimiz bor, anaqa perlamutr rang bilan jilolanadigan. Bundan ham 10-15 qavat qilib qotirib olamiz. Jabr zo'r material bu. Ultrafioletda ham, quyosh nurlarida ham jabr zo'r jilolanadi. Jerix xush ko'radigan ranglardan-da bu perlamutr.
Endi tugun bog' yordamida bir ikkita tugun qilib olamiz buni. Shu joy yechilib ketmasligi uchun. Hamda qizil mo'ynada hozir buni qalpoqchasini yasaymiz. Qizil mo'ynani kerak miqdorda kesib olamiz. Mesela idishcha bo'lsa, ichga tashlab yuborasizlar. Bu mo'ynani uzun tuklari qolib, tegidiga mayda tuklarni olib tashlashimiz kerak. Iloji bo'lsa, menga o'xshab gapirmasdan qilinglar, uchib ketadi. Demak, mana kerakli miqdorini oldik. Endi buni o'lchab turib, taxminan o'lchab turib O'zi ko'payib ketsa ham bo'lmaydi. O'sha tomonga tenglik narsa bor-da. Bu sun'iy xo'raklarni yasayotganda shu narsaga e'tibor berish kerak. Endi qaranglar, buni teskari qilib qotiramiz. Mana ko'rdinglar, sipirgi holatda mana mashinaga qo'yib turib, ohista 2-3 ta aylanma keyin tortamiz. Mana endi buni qotiramiz, yaxshilab shu joylarni yaxshilab qotirib olishimiz kerak. Ko'rdinglar, mana qanaqa qotirish. Endi buni hamma tuklarni orqaga tortib turib, qalpoqchasini mana tarab bir xil qilib hamma tomonga yoyib olamiz, bir xil qilib. Keyin orqaga tortib turib buni qotirib olamiz. Ishning qolgan joylariga ham tarab to'g'rilab olish kerak. Ana undan keyin sun'iy xo'ragimizni bosh qismini shakllantirsa ham bo'ladi. Mana shunaqa ipni yaxshilab o'rab olamiz. Bir miqdor. Endi jerix yirtqich baliq har tashlab o'rgandan keyin tuz torishi mumkin. Shuning uchun shu joylariga ahamiyat berish kerak, shu baqvat qilib olish kerak. Tugun bog' yordamida 2 marta o'rab qotirib olamiz. Hamda mana shu joyga tez qotuvchi lakdan bir tomchi surib qo'yamiz. Bu qizil bosh strimmerni hamma tanishlarim yaxshi biladi. Jerix ushlaydigan, birga boradigan bolalar. Juda ko'p marta ishlatganmiz. Tomona jerix ranglarini yaxshi ko'radi. Mana shunaqa qizil elementi bor. Sun'iy xo'raklarga ham yaxshi tashlanadi. Demak, o'rtoqlar tayyor. Sun'iy xo'ragimiz tayyor. Bemalol borib, bunga oqqayroq balig'ini, jerix balig'ini ushlasa bo'ladi. Yana o'sha ov jarayonidan ham chiroyli videolar olib qolsa, albatta montaj tashlaymiz. Montaj materiallari ham juda hozir ko'payib ketgan. Vaqt bo'lganda shu yomg'irli kunlarda baribir shaqqa chiqmaymiz-ku, o'tirib, montaj qilib, bitta tashlayveramiz. Hammanglar salomat bo'linglar. Kim taklif, e'tirozlar yoki murojaatlar bo'lsa, telefon, Telegramdan aloqaga chiqinglar. Bilganlarimizni sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Qo'ldan kelgancha maslahat beramiz. Tajribalar bilan bo'lishamiz. Hech tortinmanglar unaqa narsadan. Salomat bo'linglar.